Bora? Dan nafas olishni xohlamayman. O'pka tilab qolamiz. Tayyor. Men bilaman. Bizda eksklyuziv yangilik. Voqea joyidan reportaj olib boramiz. Ayta olmaysizmi, voqea qanday sodir bo'ldi? O'zi mana shu daraxt kesishimiz kerak edi. O'rtog'im bilan kesishimiz kerak. O'rtog'im mana shu ildizga bolturdi, daraxtga aylanib qoldi. Ha, o'rtog'ingiz qani? Mana o'rtog'im. Shu o'rtog'ingiz. Mana shu o'rtog'im. Mana shu daraxtga aylanib qoldi. O'zim ham ishonmadim. Boshida ishonmadim. Hayratlanib ketdim. Ushlab ko'rsam o'rtog'im. Endi nima qilasiz? Menga $1 million bersin, kesmayman daraxtni. Umuman bunaqa ish qilmayman. Ammo sizga oling, kerak emas. Menga tinchlik kerak. Balki bu mo'jiza daraxtlar kesilishini oldini olar, lekin meni fikrimcha birgina holat kamlik qiladi. Bizni kuzatishda davom eting. O'pkangizni asrang. Ko'rdinglarmi, embrion olmaslikning foydasini? Xursand bo'lishga hali erta. Biz ko'proq tayyorlashimiz kerak. Uchalamizni qo'limizdan kelmaydi baribir. Nechta daraxt bor-u? Biz yolg'iz emasmiz. Tiriklar bizga daraxtlarni yaxshi ko'radigan va g'amxo'rlik qila oladigan Insonlar yordami kerak. tezda bizga aloqaga chiqing. Menimcha O'zbekiston bu ketishda daraxtlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqib oladi. Iltimos, daraxt kesishni to'xtating. Agarda o'zingiz daraxtga aylanib qolishni xohlamasangiz. Kes. Can't you see? Davom eting.